Şeker deb qo'yadi-ku, shakar. Shakarni oq o'lim deb qo'yadi. Azrail qora o'lim deb kemirlar tomoshalashib qo'yadi-ku. Biz jaqlarda, o'sha jaqlarda shakar deb ketaveradi. Shakarni o'rniga asal deb qo'yaverim. Nega oq o'lim deb qo'yadi buni? Sen hurmatli mekendeshim, bir daha пайдалы narsasi yo'q saharda. Пайдалы elementi yo'q, vitaminlari yo'q. Saharda kim jasotganini bilib o'tamiz. O'shanda o'rniga asal deb qo'yib, asalni kim jasotganini bilib o'tamiz. Qayoqlarga uchib borib, minglagan gullarga qo'nib, qiynalib tayyorlab keladi. O'shani jebesdan anan bu yoqda ziyonli narsani arzon ekan deb jeb o'tasiz. Yo'q. Пайдалы narsani, densolga пайдалы narsalar kirgizish kerak. Bu o'z ekan, meniki ekan deb. No kekirtekdan o'tgandan keyin shashlik bu lag'monmi, shakar va asal ayirmas qolmaydi. O'shuga cheyinlar damni sizamiz. Bu jag'i bir. O'shanda ekan o'shuga cheyin filtrni tozalab, ne kerak, ne yo'q, qaysi densolga foyda olib keladi, ziyon olib keladi, ularni bilib, to'g'ri narsani yeyishimiz kerak. Shakar to'xtatgan eng yaxshi.